Plastikni terminalga yaqinlashtirasiz va to'lov amalga oshadi. Bu jarayon qanday ro'y beradi? NFC qanday ishlaydi? Agar NFC bo'lmaganida bugungi zamonaviy hayotimiz qanday bo'lardi? Hozir shu sirni ochamiz. Jamoat transportida yurganimda ko'plab aholi orasida Wi-Fi li karta atamasini eshitdim. Ammo bu belgi faqat Wi-Fi ni ifodalamaydi. Bu NFC. NFC bu Near Field Communication, ya'ni yaqin masofadagi aloqa. Wi-Fi yoki Bluetoothdan farqli o'laroq, u faqat 4 sm-gacha masofada ishlaydi. Shuning uchun uni xavfsiz deb hisoblashadi. Aslida NFC bu RFID texnologiyasining rivojlangan shakli. NFCda ikkita qurilma bor: initiator va tarkib. Masalan, sizning plastikingiz va terminal. Bizda terminal yo'qligi uchun Flipper Zero'dan foydalandik. Flipper Zero'da ham NFC detektor mavjud. Bu ikkalasi initiator va tarkib bo'la oladi va bittasi elektromagnit to'lqin chiqarsa, ikkinchisi unga qayta javob qaytaradi. Va natijada oddiy qilib tushuntirganda, ikkalasi qo'shni gaplashadi. Bu texnologiya juda yaqin masofada amalga oshganligi sababli juda ishonchli va xavfsiz hisoblanadi. NFC qayerda ishlatiladi? Ko'pchilik NFC faqat to'lov tizimida ishlatiladi. Lekin aslida u juda ko'p joyda bor. Masalan, transport kartalari, aqlli kartalar, telefonlar orasida fayl almashish, identifikatsiya va xavfsizlik. Siz to'g'ri tushundingiz. Pasportda ham NFC chip mavjud. Shu sababli NFC tez va qulay hisoblanadi. Hozirgi kunda NFC texnologiyasi ko'plab smartfonlarda mavjud va bu orqali siz kartalaringizni smartfondan nusxalab olishingiz va smartfon orqali to'lov qilishingiz mumkin. Va shu o'rinda savol tug'iladi: NFC xavfsizmi? Odamlar orasida ko'pincha shunday qo'rquv mavjud. NFC texnologiyasi orqali telefonimga yaqinlashib pullarni o'marib olishadi deb o'ylashadi. Lekin aslida NFC orqali to'lov qilish uchun telefoningiz ochiq bo'lishi kerak va telefon terminaliga juda yaqin bo'lishi kerak. Bundan tashqari, har bir to'lov tranzaksiyalari bank orqali tekshiriladi. Demak, xavf juda kam, lekin baribir ehtiyot choralarini ko'rish kerak. NFC ishlatilmaganda NFC ni o'chirib qo'yish kerak va faqat ishonchli joylarda ishlatish kerak. Demak, NFC bu siz o'ylagandan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Bu to'lovlarni tezlashtiradi, transportda qulaylik beradi hamda eshiklarni ochadi. Kelajakda esa NFC hayotimizda yana ko'proq ishlatiladi. Siz NFC dan foydalanasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Metro, avtobus yoki memo. Yoki. Yo'qi. Videoni rakurs ko'ring.